Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 24-iyun 2025-yil. Bu sonamizga Bezataplini sonamizga Sinjida kompaniyasining Ma'mison tamanduraga aylanib kelgan. Shu haqida ikki og'iz Akmal akadan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum Akmal aka. Hormang, charchamayapsizmi? Rahmat. Azbekni ham sizni ko'rdik, Veronni ham sizni ko'rdik. Xudo xolasa mana Ma'misonni ham ko'ryapmiz. Bu gibridimiz haqida ikki og'iz o'zingizni fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, obunachilar, Mirishkor dehqonlar, bobo dehqonlarimiz. Hammasi mana ko'rib turgan bo'lsa, o'sha dehqonchilik nimasida sir-sinoatlarida ishlab boryapgan Veronchi Akmaldan. Bu Abjapor akani anaqasida poliyasidamiz. Shu boshdan bosh Ma'nistonga qiziqib, eking deb mana Ma'nistonda ekib pishirdik. O'z maslahat berib turdingiz. Ha, maslahatini boshdan oxirigacha nima deydi, kamchilik bo'lsa kamchiligini, zo'r bo'lsa zo'r xatolarini yoqdan o'rganib, nima qilib yetishtirdik. Hali terim boshlanmadi, ya'ni bugun erta teramiz. Narx-navolarni joyida pakat. Gibrid xususiyatlari haqida bir ikki oz gapirsangiz. Xususiyatlari 3 ta 4 ta kesgacha changlatilmadi. Xuddi Verondaqa o'zi ushladi. Samazabaz ushladi. Keyin bilsangiz mana eski texnologiya, qadimgi texnologiya oddiy yerda sug'orish. Kapilni yo'q. Bunga oziqa tonnalab do'konga borib 500 ming, 1 million, 3 millionga dori olganimiz yo'q. Umuman. Mana ko'rib turibsiz, yerda umuman kapilni yo'q. Bo'lmasa sharbat umuman oqizilgani yo'q bunga. Sharbat oqizsangiz tamom. Mazasi misol uchun qochishi ham mumkin edi. Oddiy svejiy go'ngda har xil sporalar ko'payib ketishi mumkin edi. Unaqa narsalar qilinmadi. Faqat shu boshida yengil amafoslarni ekildi. Karbamid bilan birinchi suvini, oziqa suvini shu karbamid bilan ichildi. Keyingisi machavina selitra berildi. Hali sulfatamonga berilgani yo'q. Qo'rqyapman. Bermayin deb turman, lekin terimdan keyin yengil berishi mumkin. Azot kamroqda. Unga lekin ko'p berdira olmayapman. Bunda ham azotni ham kamroq kam ishlatib borildi. O'zim olib kelishib ana qilib Abjaporaga sepib nima qildi? Ko'pga qo'rqamiz azotdan. Me'yori yaxshi. Me'yori yaxshi. Shu mana xatolari bo'lsa, mana tomoshabinlar aytsin. Bu ham yangi yer, lekin buni ham hisobga olishimiz kerak. Birinchi ekilgan yer. Ha, ekilgan. Pomidor necha yildan beri ekiladi bu yoqqa? Bu yerga auksion yerda bir 4 yildan beri berilgan bo'lsa, ekib kelingan. Ha, ekib kelingan oldindan. Bu yangi yer emas. Mana o'tgan yil mana shu turgan joyimiz jo'xori bo'lgan, xuddi mana shunaqa. Abjaporaga nargisiga ekkandi ochiqqa. Yo'q, jo'xori. Nargi betiga ekkan. Bet jo'xori bo'lgandi o'tgan yil. Mevalarni bitta ko'rib ko'rsatib etsangiz, Akmal aka. Mana endi xudo xolos terimga tayyor bo'libdi o'sha. Mana bu yoqlarda ham hammasi qizarib turibdi, birinchi odalari. Yomon emas. Mana shu 1 kilodan ko'p. 280 gram, 300 gramgacha chiqadi mana shu mevalar. Bemalol. Men tortib buni spitaniyadan o'tkazganman. Sababi go'shtli pomidor. Kipriklari ham yomon emas. Kipriklari ham zo'r. Hammasi. Mana bular ham mevalar ham bu terilgan sari ishib ketadi, xudo xolasa. Tepalari yurib ketadi. Bu Samiglamni yerga ham, havosiga ham o'tirdi bu. Bu taraflari hammasi yaxshi, kamchiligi yo'q deyarli lekin. Kamchilik yo'q. Hammasi yaxshi joyda. Men misol uchun birinchi steben mana 2, 3, 4, 5, mana 6 ta, 7 ta. 6 ta, 7 ta qilib kallasini olgan. Endi 10 kiz, 12 kiz qilmadi, sababi teplisa sal pastroq. O'zimiz birinchi oddiy teplisa. Mana shuni o'zi ham bemalol 4 kilo, 3 kilodan og'ir hosil oladi. O'ynab oladi, xudo xolasa. To'g'ri. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Charchamang. Mayli, dehqonlar ko'paysin. Mana misol uchun el qilyapti, el qilganini hamma qilaveradi, xudo xolasa. Teplisalarni mana ko'paytirib. Sababi mahsulot o'zbek dasturxoniga chiroyli mahsulot yetishtirishimiz kerak. To'g'ri. Yangilik qilib borishimiz kerak. Shu. Izlanishimiz shu. Issiq kunlarga kompaniyasiga ham misol uchun nima deydi, kompaniyalar ko'p, paxta qo'yishi emas, boshqa emas. Dehqonbob mana Veronni ham mazza qilib ekdim, botirganim yo'q. O'zi ushladi, yorilmadi, yoqdi. Mana bu yildan keyin xalq
ko'paytirib mana ekyapti. Hamma ham har xil qaraydi, tanqid ham bo'ladi baribir. To'g'ri. Meni gaplarimda ham mo'j tanqid bo'lishi mumkin. Bu dehqonning o'ziga bog'liq u. Qanchani boqishlari, nimasi. Issiqda bu yorilmasligi ham yaxshi deyapti-da bunda. Yorug'lik hali paka yoriq ko'rmadik. U bitta chiziqcha yoriq namlikdiki, anaqa peripatniki mana bunaqa bo'ladi bilsangiz. Mana peripat bu. Peripatniki bunaqa paka yo'q hozir. Endi hozir oldimizga yozin. Xudo xolasa menimcha boshqa kamchiliklar bo'lmasa kerak. Bezataplini yaxshi yomon emas. Bezataplini. Rasxod nima bu yerda hech qanaqa o'tin, ko'mir yo'q. Aprelda ekilgan pomidor. Dalani pomidorini hozir 4000 so'm, 5000 so'm, 6000 so'm olyapti. Buni 10000 so'm olyapti. Sababi yo'lga so'rayapti. Eksport bor. Qattimligi ham hammasi zo'r. Hamma tarafdan kiprik asosan. Mazasi shirin. O'zimizdan iste'mol. Mazasi shirin ekan lekin. Bahordan beri yeb 2 gradga ekib qo'ydik, ustozdan olib yeb yotibmiz. Rahmat akmalak ma'lumotlaringiz uchun charchamang. Xudo quvvat bersin. Rahmat.